Bir marta bir hudojnikning uyiga borganman. Spalnyasiga kirsam, kravatining ustiga shunaqa katta kartina chizgan va kartinada yalang'och erkak va yalang'och ayol profilda turibdi-da, o'rtada qirg'ich. Tushunyapsan? Sabzini o'tkazadigan qirg'ich. Bu nima bu dedim, men unchalik tushunmadim desam, agar biz dedi erkak va ayol to bir-birimizni tushunib, anglab bir tanu bir jon bo'lgunimizgacha dedi, o'rtamizda qirg'ich turadi-ku dedi. U erkak ham, ayol ham bir-birini qirg'ichdan yaxshilab o'tkazadi dedi. O'ylab qarasam, juda katta haqiqat. Ideal oila qizlar tushunchasi qachon paydo bo'ladi? Sabr ortida. Qachonki biz da'vo qilib, qani nimaga gul olib kelmaysan? Ana Instagramda falonchi katta guli bilan rasmga tushdi. Nimaga meni erim olib bermaydi? Nimaga u yerda parfumeriya kimgadir sovg'a qilibdi, menga qilmaydi? Nimaga men noloyiqman demasdan, to'xta, hozir shunaqa holat. Balki men ham o'sishim kerakdir, balki men ham o'zgarishim kerakdir, balki men hozircha noloyiqdirman shunaqa narsalarga. Qayerdadir masala bordir-ku deb vaziyatda erkakni ayblash emas qizlar, o'zini ko'rish.